60 yildan beri ishlab kelayotgan lag'monxonani ko'rsataman. Bu Qozirobod lag'monxonasi. Bu yerni ko'pchilik juda yaxshi biladi. Bu yerda uyg'urcha emas, o'zbekcha lag'mon tayyorlanadi. Lag'mon shunchalik mazali bo'lganidan odamni keti uzilmayapti. Xohlasanglar o'zingizlarga o'zingizlar xizmat ko'rsatinglar, xohlasanglar ofitsiant xizmatidan foydalaninglar. Men ham navbatga turib, lag'mon bilan birga bo'lka non, lozijonlarni olib oldim. Mana o'sha mashhur lag'mon. Bilasizlar, o'zbekcha lag'monni sho'rvasi ko'proq, mahsulotlari esa yaxshi pishgan bo'ladi. Lekin xamirlari dirkillab turibdi. Cho'zganda ham uzilib ketmayapti. Lag'monni porsiyasi 40 ming ekan. Non choylari bilan 46 ming bo'lar ekan. Qozirobod lag'monxonasida Toshkentcha jaydari kaboblar ham tayyorlanadi. Bu yerga kelganlar bo'lsa, kommentariyaga fikringizni yozib ketinglar. Kelmaganlar esa albatta kelib bu lag'mondan yeb ko'rishinglarni tavsiya beraman. Har kuni ertalab 8 dan kechki 9 gacha ishlaydi. Yetkazib berish xizmati ham mavjud. Qozirobod lag'monxonasi Bunyodkor stadionining shunda orqa tarafi. Qozirobod masjidiga 200 metr yetmasdan joylashgan.